Assalomu alaykum hurmatli musulmonlar. Hayit o'tgan bo'lsa ham hammalarga muborak bo'lsin. Biz uchun baxtli kun, xursandchilik kun, sababi qurbonliklarga xizmat qildik. Alhamdulillah, Xudoyim o'zingga behisob shukr. Sizlarga bir hisobot tariqasida aytib o'tadigan bo'lsak, 33 ta qo'yu, 4 ta mol so'yibmiz. Eng birinchi o'rinda esimizda borda aytib qo'yaylikki, qurbonlikka mana o'zingizlar birga chiqdilaring, qo'y olayotganimizda, mol olayotganimizda 1 so'm 2 so'm aqabaqa haligi raznisasi deymizmi, shunaqa bo'lib qoldi. Rozi bo'lib qo'yinglar, hurmatli kafillar, hurmatli homiylar. Endi qolgan gapga o'tadigan bo'lsak, sizlar juda ham baxtli insonsizlar. Sababi qurbonlik qilingan insonlarning ro'yxatida turasizlar. Qurbonlik qilingan insonlarning gunoh kechiriladi deydi. Shu qoni yerga to'kilgan bilan gunoh to'kiladi deydi. Yana bitta baxtlisizlarki, o'zlaringni bolalaring yegandaqa shirin, yaxshi go'shtda yetim bolalarga ilinganlaring bu sizlarda chinakamiga bir Allohning oshiqlari, Allohning do'stlari ekanliklaringni bir isboti desak bo'laveradi. Xudoy taolo ertaga qiyomat kuniga borganda shunaqa gaplar borki, o'sha so'yilingan qurbonlik o'zini sohibini Allohning huzuriga mindirib olib ketadi deydi. Hammalaringga juda chiroyli oldiga atayna. Bizni tanish bilishlar ba'zilari xafa ham bo'lganda bo'lishdi. Faqat bozordan tanlab oldikki, shu chiroylisi bo'lsin deb, go'zali bo'lsin deb, qurbonlikka haligi chiroylisi bo'lsin dedi-yu. Keyin yana bitta gap bor. Shu Sirot ko'prigidan o'tayotganda shu so'yilgan jonligi mindirib o'tib ketadi deydi. Ilohim hammalaringni ham o'sha mindirib chiroyli holatda Xudoy taoloning huzuriga olib ketgan bo'lsin, qabul qilgan bo'lsin. Hammalaring rozi bo'lib qo'yinglar. Bularning ichida shunaqangi bir Xudoning rozichiligini istab, shunaqa shirin tashvishda hatto 1 sekund kechasi uxlamaganlarini ham men guvohman. Hali bozorga boradigan kunlarimiz tashvish qilishdiki, Xudo rozi bo'lsin. Qolgan gaplarni endi Xudoy taoloning o'ziga qiyomat kuni aytib beramiz. Albatta. Kattalarimiz sizlarni hammalaringga duo qildi. Bu kafillar qanaqa odamlar ekan dedi. Mana ustozimiz Sobirjon akam aytdiki, ular qanday insonlar ekan men tasavvur qila olmayapman dedi. Shu yilgi xursandchiligimizni aytadigan bo'lsak, Rasululloh alayhissalomning nomiga so'yadigan, qurbonlik qiladigan odamning soni ko'payib ketdi. Biz bundan baxtlimiz. Bunga xizmat qilganimizdan juda ham xursandmiz. Hammalaringni qurbonliklaringni Alloh taolo qabul bo'lgan qurbonliklar qatorida qabul qilsin. Bu joyda 3 kundan beri xizmat qilayotgan ustozimizning o'g'illari bor, qassob yigitlar har yil xizmatini qilishadi. Juda ham bular bizga pokizalik yoqadi. Azizlarim, bularga ham duo qilib berasizlar. Keyin uyda qurbonlik qilib qanchadir go'shtlarni bizda yetim bolalar yesin deb olib kelgan insonlar bor. Ularni ham azizlarim duo qiling. Ular ham o'sha qalbida Allohga oshig'i bor insonlar. Albatta. Salomat bo'linglar. Bu xizmat qilgan aka-ukalarimizni ham sizlar alohida pinhona Xudoga aytib duo qilib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'lasizlar azizlarim. Muhammad Abdulloh o'g'li nomidan, Ravshanbek qizi Maryam nomidan qabul qiling. Abror o'g'li Jahongir nomidan, Tohir o'g'li Abduqodir nomidan, Muhammad Qodir nomidan, Kamoliddin Abdurahim o'g'lidan, Madaminjon o'g'li Ravshanbek nomidan, Tohir Islomjon nomidan, Mirzayev Abdunabi o'g'li Sadulla nomidan, Tursunboy qizi Nigora nomidan, Tagirov Mirjahon Mirzo o'g'li nomidan ushbu qurbonlikni Ravshanbek qizi Maryam nomidan qabul qiling. ushbu qurbonlikni Sherali o'g'li Murodjondan, Mama Rasulova Sofiya Ravshanbek qizidan, Nosirjon qizi Faridadan qabul qilgan bo'lsin. Sirojib Qahramon Qudrat o'g'li nomidan, Xayrulloh o'g'li Vahidjondan qabul qilgan. Azbek Mirzaboyev o'g'li, Mahmud Odil o'g'li nomidan, Alloh parvardigori, bir obid o'g'li, bir olim, bir olim o'g'li, bir sohib, bir olim o'g'li, bir davlatlar nomidan qurbonlikni qabul aylang. Qurbonlikni Aminov Ahmad Nushatulloh o'g'li, Nuriddinov Ziyoliddin Sadriddin o'g'li, Maryam Qobulla qizi, Zeynunisa Tohir qizi, Murodjon Abdumannof o'g'li, Kamoliddin nomidan qabul qilgan. Abdulloh o'g'li Muhammad sallallohu alayhi vasallam nomidan, Tomirjon o'g'li Marjon nomidan, Imomali qizi Ra'noxon nomidan, Mirabdulla o'g'li Hamidullo nomidan, Yusufjon o'g'li Abdulbosit nomidan, Sultonboy o'g'li Muhammadjon nomidan, Akvali o'g'li Ozodbek nomidan, Muhammadjon Mirzoyev Ma'murjon o'g'lidan, Muhammadjon
Boltabay hoji o'g'li nomidan, Abdulloh o'g'li Husniddin nomidan, Kaydinisa Muzaffar qizi nomidan, Abdulvohid Saidali o'g'li, Abdug'ani hoji o'g'li nomidan. Abdujalil o'g'li Sardorbek nomidan, Karomatulloh Ne'matulloh o'g'li nomidan. Ushbu qurbonlikni Fazliddin Sadriddin o'g'lidan, Abduvohid o'g'li Nomamad, Ahmadjon o'g'li Husanbek, Abdusalom o'g'li Eldorbek, Muhammadjon o'g'li Bositjon qizi Nozik